Qizlarjonlar, hammaga assalomu alaykum. Kecha juda ham kechgacha o'tirib sizlarning SMSlaringizni o'qidim, kommentariyalarni o'qidim. Hammaga uspet qilmayapman javob berishga. Iltimos meni kechiringlar, lekin o'qiyapman. Rahmat, katta rahmat sizlarning har bitta o'zlaringizni vaqtlaringizni ajratib menga yozayotganlaringiz uchun. Katta rahmat. Голосовойlarni просто fizически men uspet qilmayapman. No, har bittalaringizni eshitib, ответ berishga harakat qilaman. Agar ответ bermagan bo'lsam ham, ishoninglar o'qiyapman. Bu tema ko'p kishiga yaqin ekan. Juda ham ko'p kishini Buxoroda bu narsa ko'pmi yoki boshqa joylarda ham shunaqami yoki O'zbekiston bo'ylab bunaqami men bilmadim. Lekin juda ham ko'p. Bitta o'zi kommentariyaning ichiga 1000 tadan oshiq odam yozganda. И представляете, meni direktim уже yorilyapti. Shu uchun men o'ylaymanki, bu temani chiqarish kerak, bu temada gapirish kerak. Na samом деле bu temani men o'zimdan hech qachon uyalmaganman. Borimcha men sizlarga ko'rsataman va maylamanki bunaqa og'ir temalarni, bunaqa dardlarni aytib chiqish kerak, потому что yoshlar bor, kimgadir bizani gapimiz, bizani qanaqadir sovetimiz, maslahatimiz kimgadir может быть hayotini o'zgartirishi mumkin, или же kimgadir yordam berishi mumkin, или же kimdir qiz bolaligidan menday xato qilmasdan, menday turmushga chiqsam keyin o'tib ketadi deb yurmasdan boshidan lecheniya qilishi mumkin deb o'ylayman. Shu uchun boshida birinchi marta bu temani ko'targan paytimga uydagilarim menga aytgandilar, "To'g'ri, kerak emas, bu temani ko'tarmang." Uyalgandilar bu temadan. No, lekin men lично o'zim uyalmayman. Bu narsani men o'zim qanaqadir bu jinoyat emas, bu uyalishdan, bu qanaqadir nimadir emas. Hozirda bu aktualniy tema. Men o'ylaymanki, bu temani ko'tarish kerak va bu temada gapirish kerak, чтобы keyinchalik ham bizda meditsina ham, boshqa narsa ham rivojlanishini xohlardim. Juda ham ko'p qizlar kecha SMS yozganlar, то что Buxoroda bizda bunaqa lecheniyalarni kamdan kam qiladilar. Kim real garantiya beradi, kim real lecheniya qilib biladi, hech kim garantiya bermaydi. No, men charchadim. Mana shu garantiya bermaslik umidvor qiladilar-yu, qilmaydilar. Bo'ladi, bilmaydi-da. Siz tavakkal qilib qilasiz, hech nima bo'lmagandan keyin уже qo'ylaringiz полностью tushadi, потому что birinchi как будто kichkina umid beradilar-yu, umidni bermaydilar-yu, oladilar. Mana shunaqa narsalar mening jonimga tekkan. Ko'p kishi aytayaptiki, Toshkentda va Rossiyada juda ham zo'r vrachlar lecheniya qiladi ham, garantiya beradi ham, boshqa narsa qiladi ham. Shu uchun постепенно sizlarga bo'lishib boraman. Надеюсь, sizlar ham menga qanaqadir sovetlaringizni berasizlar va boshqalarga ham yordamim tegadi. Хотя бы как minimum men sizlar men bilan podдержкада bo'lamiz har doim. Chunki hech qachon o'ylamanglar, что sizlarni biron joylaringiz oddiy tug'gan ayoldan kam deb hech qachon o'ylamanglar, что sizlar tug'magan bo'lsalaringizlar baxtli bo'lib bilmaysizlar. Baxt не только bolada, baxt не только erda, baxt не только mana bu oilada. Baxt siz o'zingizni